Assalomu alaykum, qadr baland, qadrli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan chorvador akalar. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, sizlarga e'tiborlar mana bunday chiroyli naqd bo'g'ozlarni ko'rsatishga shaylanib turibmiz akalar. Videoni boshidan bittadan layklarni bosib qo'yasizlar, xudo xolasa narxlarimiz yengil bo'ladi. Bozorlarga borib sarson bo'lib, mana bunday issiqlarda qiynalib, mol ololmay, xil keltirilmay kelgan akalarimizga ham padlisa qilib jo'natib qo'yamiz mana bu videoda. Albatta bo'g'oz savdolariga chiroyli variantdagi bo'g'ozlar. Bugungi adresimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan o'sha optimchi arzonchi bo'g'oz qurish Orifjon akamizning xonadonlariga tashrif buyuring. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi sanamiz 2026-yil 7-avgust, haftaning juma kuni. Avvalo hamma kuni xayr bo'lsin akalar. Yaxshilab joylashib, muntazam video oxirigacha maksimal kuzatib borasizlar. Biz akamiz yujulanamiz. Yaxshi narxlarda qilib beradilar. Assalomu alaykum. Assalom keldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Allohga shukr, mana yana xalq xizmatidamiz. Treylersini olib keldik. Xudo xolasa iloji boricha bugun aksiya holatda qo'yib beramiz. Yaxshi kunda turibmiz. Allohga shukr, yetkazganiga shukr. Obunachilarimizga ham rahmat. Xudoga shukr, chiroyli qilib layihlar bosib turishsa, mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishsa, xudo xolasa manfaatli bo'ladi barchamizga, xudo xolasa. Albatta, narxni ola qiziq bo'ladi. Mol olmoqchi bo'lsangiz, albatta mana bu kanaldan arzon chiqib qolsa, tas olaverasizlar. Biz qo'limizdan kelsa eng arzonlarni ekonom tarifdagi mollarda chiqarib boramiz akalar. Bizda olib baraka topinglar, xudo xolasa rahmatini ham aytasizlar. Akalar, o'tgan safariga Orifjon akamiz videolarida 200 ming so'm bonus qo'ygan edik. Albatta, g'olibimizni ham aniqlagandik, lekin g'olibga men aloqaga chiqdim. Hop, bizga aloqaga chiqmayaptilar. 2 kun, 3 kun, mana bugun 5-kun bo'layotgan bo'lsa, biz bilan bog'lanmadilar. Endi aybimiz yuvish uchun boshqatdan mana bu kommentariyani yana boshlaymiz akalar. G'oliblar shuni yozib qo'yinglarmi? Kommentariy orqali biz javob beramiz. Albatta e'tiborli bo'lib turasizlar. Xudo xolasa kimga nasib qilsa tashlab beramiz. To'g'rimi aka? Albatta tashlab beramiz. Uni hechligisi yo'q. Bu birovda haqqi bizgalik emas. Haqqimizda xudo xolasa tashlab beramiz. Chiroyli qilib, xudo xolasa kommentariyani ham yozish olsin. Lekin mollarimiz sorti zo'r. Xudo xolasa yaxshi. Emas puliga yarasha, lekin zo'r. Chiroyli qilib yoritib beramiz. Qo'ldan kelganicha yoqqanlar telefon qilib xudo xolasa. Pul yengillardan ketaveramiz. O'tgan safarga kommentariyani yaxshilab qaragan bo'lsalar, Kamoliddinov atvet yozgan. Bizga aloqaga chiqing deb ham yozganman, lekin javob bermadilar. Mashina boshlayveramiz endi. Buni bir birodarimizga sotuvdik. 1 oy bo'lyapti. Ozgina zakalat tashashgan. Yo'q, shunga dim. Endi ularga aloqamiz zakalat qaytib ham beraveramiz. Agar aloqaga eshitish, aloqaga chiqishgan bo'lsa, olib borib ber desa, olib borib biz 1 oy 2 oylab boqolmaymiz-da. Necha kun bo'ldi bu? Bizga aylanib turish. 1 oy bo'lib qoldi o'zi. 1 oydan buni boqib berilyapti. Dim. Ertaga indinga bo'ladimi? Hali bo'lgan yo'q. Lekin buni tekshirib ham qo'ydi bo'g'oz ekan. Bo'g'oz ekan. Suti hozir bor, ozroq. Zakalat tashlab bergan aka, bizga aloqaga chiqing. Ya molingizni olib qoling yoki pulingizni qaytib oling. Lekin yengil qilib aloqa berganmiz. Buni ham. O'lchab beramiz hozir mana. Gap yo'q. 1.14 ekan. 1.14 bo'ylari. 1.14 bo'ylari. Hozir suti bori sal 4 litr edi shunda. Bizda endi sovumasdan ozgina ozayib qoldi. Yo'q. 2 litr, 3 litr olasam, tishlarni bitta ko'rsataylikmi? Yana 8 in chiqaryapti. 8 mi? 8 tenglar qilish 8 taga olishaversin. 8 ta. Suti hech balasi yo'q. Suti bor hozir ham, ozroq. Ha, ozroq bor. 2 litr, 3 litr olishaversin endi. Yo'q, mana bitta kichkinagina oilaga sut bilan ta'minlayver ekan. Buni realni qilib beraylik. Nech pul sotib, nech pul nima qilib beramiz? Ana shu sotgan pulimizga ketadimi? Sotgan pulimizga endi biz ancha vaqt turdi. Buni kelishib chiroyli qilib beramiz. Avvalo o'sha odam chiqsin. Aloqaga chiqsa, o'sha narxga beraveramiz. Bu 14 million kami bor. Kelishib. Qancha zakalat tashlab berilgan? 1 million. 1 million. Agar yo molingizni oling, yo bo'lmasa 1 million pulingizni qaytib oling. Bizga aloqaga chiqing. Bizda u biz zakalat ekan, bolalarni narsa demaymiz. Nimaga o'sha bola chaqasini haqqi. Nimaga biz aloqa beramiz. Musofirda ekan, ya ishlar o'xshamay qolganlar. Biroz endi bundaqa deb qo'yishsa, ha, bo'ldi. Mana manfaatli yaxshi bo'ladi xolos. Mana gap. Mana bu 8 oyga borib qoldi bu. Bitta tug'an bu ikkinchisiga. Bu boshlig'im o'ta yuvosh ekan, so'zkalarni ham bir aloq qo'ydim.
Mana kelar. Shundalar yani xudo xolasa haliglar yaxshi. To'rlar so'skasi ishlaydi bir xil. Gap yo'q. Buni ham o'lchab qo'yaylik ha. Kurashchilar qanaqa? 6 kilomi, 4 kilomi, hozir ko'ramiz. Biroq o'lchab qo'yaylik. Mana kelar. Mollarda ko'rinishi, holati yaxshi, ideal holatda. Endi 1.15 ga beraylik. pulim ozroq degan akalarimizga mana pul yengillardan ko'rsatyapmiz. Sekin-sekin kattalashtirib olasizlar. Ba'zi mol jag'ini ochmaydi. Agar ochmaydigan mol bo'lsa qiynamaymiz. Ko'rkurak bo'lishga to'rtta. Qani? Nechta? 4 dona ekan. Bo'ldi. To'rtta. Ne? Arang ko'zim tushib qoldimi? Kameraga tushmay ham qoldi. To'rtta va yuvashlik o'ta yuvosh, bir boshqacha narsa ekan. Xudo xolasa osti ham o'ziga yarasha. Hop, to'rkurak. Qorindagi necha oylik? 8 oylik. 8 oylik. O, gap yaqin ekan-da. Ha, yaqin 8 oylik. Chiroyli qilib hali qilib beramiz. Bu narxi 19.500 ming qo'yib beray. Bugun xudo xolasa chiroyli qilib aksiya holatda qilib beraman. To'rkurak akalar mana 8 oylik bo'g'oz 19 million qo'yib beraylik. Bo'lsa obunachilarimiz bo'lsin. Bugun yaxshi kunda turibsiz, xudo xolasa. Mayli 19 ming ozmas xayr sunnati qo'yib beraman. 19 ga xayr sunnat qilib beriladi. Qilib beraman. Endi bu mana bu. faqat buni o'tkazamiz keyingisiga. Bu sotildimi? Bir kishiga sotdik buni, ha. Sotdik. Yo'q. Bu ham o'sha ozgina zakalab tashlasa ketaveradi bu ham. Yo'q. Hop. Bundan bu yog'i sotamiz yana. Buni sotamiz, ha. Buni ham bo'yini o'lchab qo'yilgan bitta. Kuch qaytarib turibdi, saqishlari o'zida xudo xolasa hech haligisi yo'q. Buniki 24 ekan bu. Bo'ylari 124 akalar. 24, xudo xolasa. Hamma tomonlama. Bu yog'i mana sekin toza shvedlardan jiddiylashib boraveramiz Bu aka. ham xudo xolasa yaxshi. Birinchisiga bu. Birinchisiga. Kurashchilar qanaqa? Buniki bo'lsa ikkita. Bo'lmasa bu yo'q. Mana akalar. Molimiz holati. Вообще xudo xolasa yaxshi narsa mana shu. Qorindan necha oylikka beramiz? 7 oydan o'tib qoldi. 7 oylikqa beraylik. 7 oylik akalar narx xudo xolasa bo'g'oz. Kattagina kelib turibdi. Bu hozir ammo tomonlarda yaxshi xudo xolasa. Pullarni qancha qo'yib beramiz? Bunimi 23.5 qo'yib beraman. 23.5. 7 oylik. Bu haligida qilmadi, lekin bu ham yaxshi narsa. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana bo'ylar 1.24 chiqdimi? 24, Ha, bo'ylar 1.24. 23 million 500 ming so'm xayr sunnati bor. Sunnati bor, chiroyli qilib beraman xudo xolasa. Gap yo'q. Zo'r narx aytdingiz. Xudo xolasa qolganni obunachilar endi yuraklarga yoqqan narx bilan savdo qilishadi. Bizga aytilgan haligi muhim emas. Bu so'rashadi. So'rashadi. Savdo bugun yengil qilib qo'yib beryapman. Yana ham yengil qilib beraman. Savdo uchun qo'yilyapti hurmatli kuzatuvchilar. Aytilayotgan narxlardan yana anchagina savdosi bor. Savdosi bor albatta. Endi mana bu shivitimiz. Buni hali qilmadik, buni hali qilib qo'ydik. 40 kunga borib qoldi. Mana 40 kunga borib qo'ygan, mana 8 dan o'tgan, ha? Ha, o'tgan. Ujisi yo'q. 30 chiqyapti, 30. 1.30 bo'ylari. Gumonga beramiz. Shunaqami? O'zi olibdi o'zi. Olgan xudo xolasa gumon bilan beraveramiz. Uzi qilinmaganda yaqilindimi? Yo'q, qilinmagan. Uzisi bo'lsa dakazati bor deb sotamiz. Mana. Xohlasalar o'zi ham qo'yib O'zlar beraveradi. qilamiz, xudo xolasa yaxshi. Kurashchilar qanaqa? Kurak 2 dona. 2 donaga. Oy, yoshidan ekan. Moling bormi desa bor deydigan variantidan ekan mana. Idishlari hamma yo'q. 1.30 bo'ylari 2 kurak 24 million 500 ming qo'yib beraman. 24 million 500 ming so'm. Mana bu ham mana akalar. Narx 500 deb 24 million qo'yib beraylik keng aka. Xursandchilar mana. 24 millionga olib. Arzon bo'ldi, lekin obunachilarimiz mana yetkazib boraman. Bitta bu savdo puli aslida, xunojinni puli. Obunachilarimiz padishgan ayashmasin. Like'larni bosib turing, like'lar Oyoq qo'lini ko'ring, uzunligidan bir e'tibor bering. Ikkinchi mana Qirg'iziston shivitlar bor. Qirg'iziston shivit. O belgilari ham bor ekan mana akalar. Albatta. Oxiri mana 75 81 16. Oltim 8 aka 16 deydi. 28 ga beraylik.
Bo'ylari 128 cm akalar. 28 santim. Kurakchilar qanaqa? 6 dona buniki. 6. 6 kurak. Qorindagi o'sha nechinchisiga bo'ladi? Ikkinchisiga xudo xolisa. Ikkinchisiga. Bu ikkalasini jup qo'yib beraman 3,5 oylikdan. Jup qo'yib beraymi yengil? Arzon qo'yib bersangiz bo'ldi menga aka. Ha, jup. Xohlasangiz u oxirigacha bir xil narxda qo'yib bering. Bir xil narxda xudo xolisa. Hop. Buniki 30 chiqyapti. Aha, 130 bo'ylari. 30. Bu ham mana Qirg'izistonda o'tgan Qirg'iziston xudo xolisa shved. Bir-biridan yaxshi xudo xolisa, hech haligisi yo'q. Boshlig'i. Mana shuni o'zmas suti bor agar sovuq ichaman deysiz. Yani soğuk vereyim ya hani. Ozma sütü var. Mana akalar. Endi boladan ajragan, xudo xolasa hali ulug'ladi. Sütü yo'qqa beraveramiz buni. Xudo xolasa. Baxt kuraklari Ikkalasini ham bir xil. bir xil. Gap yo'q. Buniki 3,5 oylik. 3 oylik. Bir haftaga farq qilsaqlar, uzun qilamiz ikkalasi 3,5 oylikdan. 3,5 oylikda o'tdi deyishdi. Gap yo'q. 3,5 oylikqa berilaveradi. Ha, 3,5 oylikqa beramiz. Pullarni qancha qo'yib beramiz bu? Jupiga mana bo'ldi buni. Jupiga bugun haliginda qolmas. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. 55 million berishsin. Jupiga 27,5. Hayri sunnati bor. 30 millionlik narsa bugun yaxshi kunda turibdi, xudo xolasa. Chiroyli qilib dastlabki arqonlar bonus. Lekin 3 qayda yo'q bundaqa narx. Gap shu bugun haqiqatan mana pul yengil. Mashina tepasida turibdi, hurmatli kuzatuvchilar. Eng yoqqan narx mana shu uchovidagi narxlar bo'ldi men uchun. Vobshe arzon bo'ldi. 1,5 million emas, enchagina arzon bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar. Demakki, shashib turibdi, jumaga hali qilish kerak yo'q. Xudo xolasa bugun yaxshi kunda turibmiz. Allohdan so'rab olishsin. Xudo xolasa yaxshi baraka tovushadi. Mana bosh qismlarini ham ko'rsatdi. Bitta biz akalar oyoq istagan tuyoqlarni ham bir chiroyli qilib yoritib, iloji boricha. mana akalar. Bilmiyorum, bu toza Qirg'izistonda haligisi. Bunday qilsaqchi. Oxirida mana arziyda qanish qilaylik, yurakdan bosyadi. 27 dan qo'yib beraylik aka. Xursandchilik bilan qo'lda bering. Olaman deysa bor-ku, mayli. Allohga tavakkal. Xudo xolasa hammamiz o'g'illab paydo qilsin, xudo xolasa 27 milliondan qo'yib beraman. Barakasini bersin, gap. O'zida olamiz. Otangizga rahmat. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana batafsil ma'lumotni berdi deb o'ylayman. Bunaqa narx yo'q. Yana solishtirib olishaversin. Albatta. Qaydan bo'lsam arzon olsa biz xursand bo'lamiz. Mol buni mol taqqoslab bo'lmaydi, lekin sorti zo'r. Tig'i kuchli hammasini ham pashti. Mana akalar, ko'rsatib o'tamiz. Bemalol olib ulgurib boramiz. Shved shaydolari arzon bo'ldi. Realni aytib o'taman, arzon bo'ldi. Mahbubos, dokazati bor. Bizda unaqa haligisi yo'q. Akalar, shuning bilan videomizni yakunlaymiz. Video davomida xato kamchilik bo'lsa, yana pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsalaring, akalar, boshqatdan yedirib, ichirib, yurgizib, video qilib tashlab beraveradi. Videoda oxiridan akalar qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, mana shunaqa arzonlari chiqib qolsa, tas bitta qo'ng'iroqni olib qo'yasizlar. Hammani umriga, rizqiga, chorvasiga Alloh barakasini bersin akalar. Videoda oxiridan like'larni bosib, mana videomizni to'xtataveramiz akalar.